Akalar, xabarlaringiz bor, Urgut tumaniga kelganman. Urgut tumanida har xil kontentlar olmoqchi edim. Kuni kecha biz 10 mingta like yig'sa, Urgut tumanidagi har bitta maktabga shaxsan o'zim borib, sportivniy kontentlar olamiz degandim. Lekin o'sha videoni afsuski 70 mingta odam ko'rdi, lekin hech kim qo'llab-quvvatlamadi. Atiga 4 mingtagina like yig'di. Endi men majburman Urgut tumanidan ketishga. Men xohlayman O'zbekistonda, viloyatlarimizda, tumanlarimizda, qishloqlarimizda men xohlayman sportsmenlarimiz, menga o'xshagan, mendan ziyod sportsmenlarimiz ko'paysin. O'zbekistonimiz dunyoga tanilishini xohlayman. O'shaning uchun qayerdagi bir ochiq-sochiq kiyinib chiqayotgan, bachkani videolar qilayotganlarni qo'llab-quvvatlamasdan meni O'zbekiston o'g'lonini ozgina bo'lsa-da qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Sizlar like bossalaringiz, sizlar kommentariy yozsalaringiz, men dunyoga tanilishimda katta hissa qo'shgan bo'lasizlar. Men farzandlaringizni, yoshlarimizni, O'zbekiston yoshlarini ozgina bo'lsa-da sportga tortyapman deb o'ylayman. Xudo xolasa Urgutga kelishga harakat qilamiz.